Mohim, Labbay begim. yo'llaringizda ko'p intizor edim. Holim bilmadingiz. Nechuk bu kadar bag'ritoshsiz? Kunga boqar quyoshga qaraydir. Men ham sizni dvijeniyangizga qarabman. Afv etgaysiz, sizni ranjitmoq niyatim yo'q edi. Bo'lar ish bo'lib tur. Bu mendan sizga kamina-yu kamtarindan kichik tuhfadir. Shu yillar meni afv etgaysiz. Mayli, xatolaringizdan kechdim. Lekin bu ularni unutmog'im kerak degani emas. Xo'sh, buni qanday unutmog'imiz mumkin? Nima maslahat berursiz? Tuhfangizni birga tanovul qilsak, ozroq ko'nglim ovlasangiz, balkim unutishim mumkindir. Bir og'iz so'zingiz, sizga jon fido, sizga jonim fido. Kim bu Mishka? Bilmayman bekachi, birinchi ko'rishim. Xo'sh, kimsan? Bu mahal bu yerda ne qilursan? Zumrasha. O'zingni chavirsan o'zonam bilan. Biz Qo'ya qoling. Xo'sh, senga nima kerak? Nimaga bu joyda erursan? Nimaga birovlarning ishiga aralashyapsan? Buni atrofda somkasini ko'rmadim, sizga so'rab bermading-ku. Men unda yaxshi, sana shirinlik, sen bizani ko'rmagin yaxshi. Bilasan. Bor oynani.